Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi e'lonimiz uy-joy e'loni emas. Bugun o'zimizning mahsulotimizni e'longa qo'ymoqchimiz. Bu mahsulotimiz biogomis ishlab chiqaramiz. O'zimizning hovlimizda, o'zimiz dalamizda, o'zimizga tegishli. Mana hozir endi qishki sezonda cho'lchanglar biroz ichkariga qarab kirib ketgan уже. Mana Sho'tan har yili 5 tonna biogomis chiqaramiz. Biz faqat chuvalchangni sotmaymiz, faqat mahsulotni o'zini sotamiz. Hozir bizada tayyor 5 tonna tayyor biogomisimiz bor. Bu yerda o'zi qoplab tayyor qilib qo'yganmiz. Hozir ko'rsatamiz mahsulotni. Mana tayyor. Quruq joyga o'xshagan. Mayin bo'lib turibdi. Biz buni e'longa bermasdan sotardik ilgari. Bizani bilganlar, taniganlar yaxshi biladi, bizdan olganlar. O'zimiz yetishtiramiz. Unaqa ko'p emas, o'zimiz uchun qilganmiz. Shuni sotuvga hozir ko'proq yana niyat bo'lyapti, ko'proq ishlab chiqarishga. Kimga qiziq bo'lsa, nomerimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Manzilimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Yangi bozorda joylashgan. Tayyor biogomis. Kimga qiziq bo'lsa, fermer, agronomlarga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Batafsil ko'rsatib, o'zimiz ortib beramiz.